O'ylaysizki, iPhone'ingiz original. 96% kishilar xuddi siz kabi toza iPhone tutyapman deb o'ylashadi. Aslida esa qo'lingizdagi Xitoyning musor telefoni bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Agar shunday holatga tushib qolishni istamasangiz, bu videoni saqlab qo'ying. iPhone'ingiz Xitoydami, Amerikadami, Hindistondami, qayerda ishlab chiqarilganini bilish uchun, umuman yangimi, bu haqda ma'lumotga ega bo'lish uchun Настройка bo'limiga kirib, основныйdan об этом устройствоga o'tasiz. Slashdan keyingi harfga qarang. Ch telefoningiz Xitoy mahsuloti ekanidan dalolat beradi. LL Amerika, HN Hindistonda ishlab chiqarilganini bildiradi. iPhone'ingiz yangimi yoki BUmi buni bilib berishim uchun like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Nomer modelidagi birinchi harf N bo'lsa, demak qurilma almashtirilgan. P buyurtmaga ishlangan odatiy iPhone. M bo'lsa xursand bo'lishingiz mumkin, demak iPhone'ingiz yap-yangi. F chiqsa, bu sizni aldashganidan dalolat. Chunki eski telefonni sozlab, yangidek sotgan bo'lishadi. Xo'sh, iPhone'ingizda qanday harflar chiqdi? Yozib qo'ying. Agar ma'lumotim foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni kimlarga yuborib qo'yishni juda yaxshi bilasiz.